Devchuli hammaga assalomu alaykum. Qalaysizlar? Sog' salomat yuribsizlarmi? Bizda har doimgidek qish davom etmoqda. Sizlarda уже bahor bo'lsa kerak. Bugun biz xo'jayinim bilan juma kuni svidaniyaga ketyapmiz. Har doim juma namozidan chiqadilarda telefon qiladilar. Ayjonsiz bo'shmisiz? Уже tugatdingizmi ishingizni deb. Ha desam, agar tugatgan bo'lsam, birga biron joyga borib ovqatlanamiz, yoki biron joyga borib aylanamiz. Necha kundan beri o'rmonga yeting deb so'rayotgandim. Bugun o'rmonga olib ketishdilar meni. To'g'rirog'i, o'rmonga nima uchun borgim keladi? Birinchi o'rinda sizlarga birorta chiroyli manzaralarni videoga olgim keladi. Ikkinchidan prosta tishinada, jimjitlikda nafas olgim keladi, qizlarjonlar. Bilmadim sizlarda qanaqa. Menda hamma vaqt yoqimli his-tuyg'ular uyg'otadi shu yerda. O'rmonda, chunki yoshligimdan kino ko'rardik. Kinoni yodimdan chiqibdi nomi. Hamma vaqt o'sha kino Dersu uzalarni ko'rgan paytim, yoshligimda shu qorga bunaqa g'irchillab yurganlarini eshitardimda, qachon men ham shunaqa qorlar ko'rar ekanman. Bizda O'zbekistonda qor yog'maydi-ku qizlarjonlar, shunaqa narsalarni o'ylardimda постоянно. Niyatim xolis ekanmi? Allohim hamma niyatlarimga erishtirib kelmoqda. Bugun ham mana sizlarga shunaqa chiroyli vlog chiqarmoqchi bo'ldim. Bilmadim, balki sizlarga yoqmas, balki sizlarga yoqar, lekin haqiqiy qishni, haqiqiy o'rmonni, haqiqiy Xabarovsk o'lkasini manzaralarini ko'rsatgim keldi sizlarga. Haqiqatdan ham bu yerda qish judayam qattiq, suroviy qish, qor rosa ko'p, juda ko'p qor. Bizda to'g'risi qish 6 oy davom etadi. Oktyabrda oxiridan qor yog'ish boshlanadi. Oktyabr bo'lmasa noyabrda boshidan уже qor, fevral, martda ham qor bo'ladi qizlarjonlar. Bizda aprelda erishdi boshlaydi. Haqiqiy qish, haqiqiy qorlik kunlar, manzaralar mana shu Xabarovsk o'lkasida, bekorga Sibir deyishmaydi. Shu yerda hayotimizni davom etmoqda bizda hozir qizlarjonlar. Albatta o'zimizga esdalik uchun har xil rasmlarga tushdik qizlarjonlar. Uzoqdan bo'lsa ham sizlarga ham tashlab qo'ydim. Qorni qanchalik qalinligini ko'rishlaringiz uchun, manzarani chiroyliligini ko'rishlaringiz uchun sizlarga ham rasmlarimdan bo'lishaman. Qishda hamma narsa ko'rinib turgani bilan, daraxtlarni bargi yo'qki, hamma narsa ko'rinib turgani bilan seravno qo'rqinchliroq qizlarjonlar. O'rmon ichiga kirgan sari vahima bosishni boshlaydi. Xo'jayinimga aytaman-da, dadasi qaytdiki, juda ham chuqur kirib ketdik desam, ayiq chiqib qolmasin desam, ayiq chiqsa shundoq ham tirik qolmaymiz, так что yur deb nima deydi, поддержка qilish o'rniga battar qo'rqitib qo'ydilar mani. Shunaqa qilib, kulishma qilib, mazza qilib aylandik qizlarjonlar. Yuqorida mana bunaqa video olish vashi chiroyli. Sizlarga qalay yoqadimi, yo'qmi? Menga rosa yoqadi shunaqa narsalar. Balki chiroyli ololmagandirman, no o'ylaymanki, sizlarga ham ozginagina ichimdagi tuyg'ularimni bera oldim deb. Endi esa uyga qaytishga yo'lga otlandik. To'g'rirog'i uyga emas, kafega ketyapmiz. O'zimizni musulmonskiy kafega ketyapmiz. Mazza qilib biron nima yeb uyga qaytamiz qizlarjonlar. Qizlarjonlar, juma kuni bo'lishiga qaramasdan kafeda hech kim yo'q. Ikkalamiz mazza qilib shirin taomlardan yeb, yoshligimizni eslab, mazza qilib, mana bunaqa manzaralarni tomosha qilib ketdik qizlarjonlar. Sizlarga ham albatta sovetovat qilaman. Bizani bu yerda hech kimimiz yo'q. Yoshligimizda ham ko'pincha aylanishga vaqtimiz bo'lmagan, chunki ota-onamiz uzoqda yashagan. Hamma vaqt qizlarjonlar, bolalarimga qaraydigan odam bo'lmagan. Hamma vaqt pulga nanemat qilardik, nyanya. Sizlarda imkoniyat bo'lsa, albatta aylanib turinglar. Qizlarjonlar, endi esa kechagi kunimdan energiya olgan holda bugun shanba kunimni boshlab oldim qizlarjonlar. Uydagilarimga zavtrak tayyorlayman. Oldingi vloglarimda ham aytib o'tganman. Biz juda ham plotniy zavtrak qilamiz. To'g'rirog'i men emas, bolalarim, xo'jayinim
chunki bizada havo juda sovuq va ikkinchidan может быть obedga ulgurmay qolishlari mumkin или obed yonida bo'lmasligi mumkin insonni, shuning uchun plotный завтрак qilib ketishadi. Man esa ularni qorinlarini to'yg'izib, qo'llariga obedlarini berib, keyin o'zimga chiroyli zavtrak tayyorlayman, albatta sizlar bilan birgalikda. Bugun zavtrakka uydagilarimga kartoshka qovuryapman. Kecha qaynatma sho'rvadan go'sht qolgan edi, o'shani ham to'g'rab solib yubordim maza qilib yeyishlari uchun. Просто уже kartoshka bilan tuxumni qovurib qo'yaman deb o'yladim. Qarasam, холодильникda go'sht ham turibdi. Isrof bo'lmasin deb go'sht bilan kartoshkani to'shit qilib oldimda, ustiga tuxum qovurib soldim qizlarjonlar. Sizlar qanaqa zavtrak qilasizlar? Yozib yuboringlar. Bizada просто kolbasa, sirlar bilan ham yaxshi zavtrak qilsa bo'ladi, но juda ham qiyin kolbasa topish bizada. Halol kolbasa topish juda ham qiyin. Xo'jayinim oxirgi marta borganlarida 10 palkami, 15 palka kolbasa olib keluvdilar, morozilkaga qo'yib, asrab, avaylab yegandim. Ko'pga yetkazib, уже tugadi qizlarjonlar. Shuning uchun boshqacha zavtraklarga ham o'tib ketdik. Bu yerda esa salatcha qilyapman. Salat oddiy pomidor bilan огурцы, ozginagina shpenat soldim. Yaxshi ko'rgan moyimiz kунжутный va teriyaki sous solib aralashtirdim. Tuz hech narsa qo'shmayman. Просто легкий salatcha, issiq zavtrakka просто легкий salatcha qildim qizlarjonlar. Bu yerda buncha ko'p zavtrak deb o'ylamanglar qizlarjonlar. Xo'jayinim просто ishchilariga ham gohida zavtrak olib ketadilar. Zavtrak emas, obed olib keladilar. Chunki o'zimizning musulmon yigitlar ishlaydi. Oilalari, naверное, O'zbekistonda ko'pincha rolton yeb o'tirishadi. Ayjonsi biron nima qo'yib yubor ularga ham deydilar. Shuning uchun ularga ham issiq ovqat qilgan paytim issiq ovqat, bo'lmasa mana shunaqa tez pishadigan ovqatlardan ham solib yuboraman. Men o'zim bunaqa plotный zavtrak juda ham kam yeyman. Ну, редкий yeyman demoqchiman. Har doim легкий zavtrak yegim keladi. Gohida zavtrak qilmayman ham. Bu to'g'ri emas bilaman, no yegim kelmagan payt o'zimni majburlamayman qizlarjonlar. Ko'p o'ylayman, nima yegim kelyapti bugun meni выходной kunim deb o'zimdan so'rayman, nima yegim kelyapti. Aytqani, o'sha narsani pishirishga harakat qilaman, o'zim yaxshi ko'rgan narsani. Agar uyda bo'lmasa o'sha narsa, ishdan kela juma kuni kechqurun, masalan, obeddan keyin borib olib kelishga harakat qilaman. Или xo'jayinimga zakaz qilaman, farqi yo'q. Qizlar deyman, qizim ham maktabdan qaytishiga biror nima yo'q bo'lsa uyda telefon qiladi. Mam что-нибудь купить? Biror nima kerak bo'lsa, albatta unga aytaman. Meni o'zimning bozorchi qizim hamma narsani chiroyli qilib sotib oladi. Qizlarjonlar, bugun ishim juda ham ko'p. Hammani ishga jo'natib, maktabga jo'natib, o'qishga jo'natib, nima deydi, ikkinchi etajimdagi dushovoy kabinamni tugatishgan. Hamma joy vashi dabdala bo'lib yotibdi. Shuning uchun bugun generalniy уборка qilamiz o'sha yerda sizlar bilan birgalikda. Bilmadim, shu videoga gruzit qilaman или yangisiga juda ham katta bo'lib ketsa YouTube gruzit qilmaydi. Afsuski. Qizlarjonlar, shanba tongim hammani ishga jo'natdim. O'zimga bunaqa chiroyli tarelka taxladim. Hozir napitek taxlamoqchiman. Bu yaxtagi napitek bo'ladi. Klubnikani ozgina protein bilan aralashtirib oldim. Hozir ustiga nima solamiz? Slivkiga ozginagina nima soldim, nima edi uni? Esimdan chiqdi. Gushonli molokoni aralashtirganim yo'q hali. Chiroyli tsvet bo'lishini ko'rmoqchiman. Gushonli molokoni ham solaveramiz. Aralashtiramiz slivkini gushonli moloko bilan. Shanba tongimni juda ham yaxshi ko'raman. Hammani qornini to'yg'izib, ishga, maktabga, trenirovkaga yuboraman-da. O'zim uchun yarim soat vaqt ajrataman, chunki shanba kuni ishlarim juda ham ko'p. Bugun ko'p videolar snemat qilmoqchiman sizlarga. Birgalikda ko'p joylarni organizovat qilamiz, yig'ishtiramiz. Tak что shunaqa chiroyli stol qilishim kerak o'zimga. Qaranglar, chiroyli bo'lganini qaranglar. Bu matcha qizlarjonlar. Matchani foydali tomonlari juda ko'p. Если что, videoda aytib o'taman. Ko'pchilik so'ragan. Choyga o'xshaydimi bilmayman, ta'mi qanaqa desam sizlarga. Aytib o'taman, если что. Anaqa men chiroyli stolim.
nima borliklarini ko'rsatmoqchiman.